Assalomu alaykum aziz obunachilar, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz bizning kuzatuvchilarimiz. Bugungi mavzumiz, ya'ni qanday diabeti bor bemorlarda operatsiya o'tkazish mumkin emasmi? Ko'p hollarda qanday diabeti bor bemorlar operatsion stollarga yotishdan qo'rqishadi yoki jarroh ko'rinishdan qo'rqishadi. Sababi olingan jarohat bitmasligi mumkinligi haqida ularning onglarida shunaqangi tasavvur shakllanib qolgan. Biz qanday diabeti bor bemorlar uchun ta'kidlab o'tamizki, qanday diabet bor bemorlar ham operatsiya qilinishi mumkin. Bunda o'sha qondagi glyukoza miqdori normal holga keltiriladi va operatsiya qilinishi mumkin. Bizga murojaat qilgan bemorimiz, ya'ni o'zi qandli diabeti bor, bir necha yildan beri qandli diabet bilan kasallangan, lekin zaharli buqoq ham shakllangan. Bu o'sha operatsiya davodan qo'rqib, uzoq vaqt davoni operatsiya davoni orqaga cho'zib kelgan. Lekin biz bemorga tushuntirdik va bemorni operatsiya davoga oldik. Bizga bunga yaqin yordam bergan bizning jarrohimiz Turdimal Faxrojon Odiljonovich o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bemorimizni operativ jarrohlik yo'li bilan zaharli buqoqlarda operatsiya davo qilib berdi bizga. Operatsiyalar yaxshi chiqishdi. Bemorimiz minnatdor. Bunga biz o'zimiz jarrohimiz minnatdorchilik bildiramiz. Bu haqda bemorimizning fikri bilan tanishamiz. Qani marhamat. Xo'sh, assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar. Mana bugun yana sizlarga navbatdagi kasalimiz zaharli buqoq bilan hamda sahrin diabet bilan kasallangan bemorimiz. Bugun operatsiyadan keyingi 3-kun. O'zi operatsiyadan keyin ertasi kuni ham olmoqchi edik-ku, bizni vaqtimiz bo'lmadi. Bugun mana javob beryapmiz. Umumiy ahvollari, nima bo'lganligi, qanaqa tushunchalarga ega bo'lganligi haqida bemorning o'zidan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Men 2007-yildan beri qandli diabet bilan og'riyman. Zaharli buqoq bo'lib qoldim. Qiynaldim, nafas olishga qiynaldim. Ko'zlarim xunuk bo'lib ketdi, chiqib ketdi. Ko'pchilik doktor bosh tortdi, sahringiz bor ekan, operatsiya qilmaymiz deyishdi. Og'ir bular topib keldim. Hech qanaqa muammo yo'q, og'riq ham bo'lgan yo'q mana. Realniy hayotda ko'rib turibsizlar. Klinikani maqtash uchun gapirayotganim yo'q. O'zimdan kelib chiqib aytaman, qandli diabeti borlar bemalol kelaveringlar. Hech muammosi yo'q. Mana o'zimdan qiyos, yaxshiman Xudoga shukr. 2 kun bo'ldi operatsiya bo'lganimga. Bugun Xudo xolasa javob berishdi. Doktorlarga rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin. Masalan, shuncha paytgacha dori ichib yurgansiz. Dori ichib yurgan. Shu dorining foydasidan ko'ra hozirgi operatsiyaning foydasini, farqini sezdingizmi mana 2 kun ichida? Farqini operatsiyadan chiqib sezdim. Nafas olishlarim yaxshilandi. Nafas olishga qiynalar edim. Shunday qishki kunida sovuqda ham tiqilaverardi. Hozir bemalol nafas olyapman. Ko'zingiz yumilyapti. Muammo yo'q. Ko'zim yumilmay qolgandi. Uxlab yotganimda ham ko'zim ochiq turardi. Ko'zlarim mana joyiga tushdi, chaqchayib ketgan edi. Allohga shukr. Shifoxonani hamma xodimlariga, rahbariyatiga rahmat. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, har qanday kasallikni asorat bermasdan oldini olgan ma'qul. Hech qachon shifokorga murojaat qilmasdan o'zingiz bir xulosaga kelishga shoshilmang. Albatta shifokorlar bilan maslahatlashing, ulardan ko'rsatmalarga amal qiling, ular tekshiruvlardan o'ting va o'zingizga mos bo'lgan, ya'ni davolash choralarini ko'rishlariga imkon berishingizni so'rab qolamiz. Sababi ko'p narsani, ko'p kasallikni yashirsangiz, buni asoratlari og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Nodira Shifo Medical klinikasi hamisha salomatlik tilaydi. Xayr, sog' bo'ling.